Alaykum do'stlar, bugun 16-noyabr, Sankt-Peterburgdan Ufa Dushanbe, Sankt-Peterburg Kazan, Kazan Dushanbe. Mana akalarimiz uchyapti. U yoqda Michiganida ham bor. Akalar, sizlarga bitta narsa qo'shmoqchiman. Kimki пересадкада uchsa, bitta narsaga e'tiborliroq bo'lamiz, chunki дополнительно pul to'layapti ko'p akalarimiz, shuni bilmasdan mana bu bagaj chotki, yo'q Rais, rushnoyingiz qanday? Bu mana gabaritga ketadi. Mana shunday bo'lishi kerak. Keyin mana bu yerda ham passajerlarimiz turibdi. Mana bunga qarangizlar. Mana bu объем katta, mana bu razmeri katta sumka, lekin mana bu rushnoy. Mana shu to'g'ri ketadi gabaritga, severniy vetrga. Bu bo'lsa razmer katta, kilogrammga kam bo'lsa ham, lekin bu ketmaydi. Bu juda kattada. Так что bunga rushnoyga pul to'latadi. 3000 dan ziyod, keyin Ufagacha to'laysiz. Misol Ufadan Nanayaga yana pul to'laysiz. Bu sizlarga вообще невыгодно ketadi. Лучше прямой uchaman, misol utsam deb qolasizlarda, chunki taksi shunga e'tibor beramiz. Ruchnoy mana shuncha bo'lishi kerak, maydagina. Kilogramm og'ir bo'lsa ham shikolatlarni bosasizlar. Bagaj 20 kg, ravno 20 kg qilib kelasizlar. Дополнительно to'layman desalaringiz, bu boshqa summa bo'ladi bagaj olishlaringiz uchun. E'lonlar savay kasasida eng nima deydi? Kerakli ma'lumotlar. Buni sizlar kuzatib borishingiz shart. Eng qiziqarli va aeroportda nima bo'lyapti, qanaqa vaziyat, buni hammasini biz yoritib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting va eng arzon, ishonarli aviabiletlar faqat Elor Airlines aviakasasida akalar. Biz sizlar xizmatlaringizda promo nomerlar, Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilsangiz onlayn biletlarni yozib beramiz.